aytardimki, o'zlarini farzandlarini boshqa farzandlar bilan solishtirish mutlaqo noto'g'ri. Bitta o'zi bo'lsa ham gap bo'lish imkoniyati eshigini ko'rdingki, tep fikr deylar-ku. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan yana bir ilhomlantiruvchi podkastda uchrashib turganimizdan xursandmiz. Bugungi suhbatimiz ayniqsa o'quvchilar uchun juda foydali. Bugun biz bilan 5 ta sertifikat olgan, mehnati, intilishi bilan barchaga namuna bo'la olgan o'quvchi mehmon. Bu yutuq ortida faqatgina bilim emas, balki sabr, intizom va ozgina ishonch ham yotadi. Agar siz ham ba'zan charchab qolayotgan bo'lsangiz yoki men qila olarmikanman degan savol xayolingizga kelayotgan bo'lsa, bugungi podkast aynan siz uchun. Chunki bugun biz muvaffaqiyat sari boradigan haqiqiy yo'l, qiyinchiliklar, ularni qanday yengish haqida gaplashamiz. Keling, ortiqcha cho'zmasdan bugungi mehmonimiz bilan tanishamiz va uning bunday cho'qqilarini zabt etish sirlari haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyining 202-guruh talabasi Nozim Vohidjon Lazizovich. Vohidjon, sizni bugungi podkastda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Siz mana shu 5 ta fandan sertifikat olishga oldin sizning dastlabki maqsadlaringiz qanday edi? Bu haqida gapiradigan bo'lsam, dastlab men arxitektura sohasiga qiziqqandim. Tibbiyot yo'nalishi bo'yicha ozgina ma'lumotim bor edi. Keyinchalik tashqari ma'lumotlardan va uydagilar bergan ma'lumotlardan tibbiyot yo'nalishi haqida ancha chuqur ma'lumotlarni oldim va bu sohaga qiziqishni boshladim. Xo'sh, undan keyin 2023-yili yozda shu akademik litseyga topshirishga qaror qildim. Buni topshirishimdan maqsad aynan o'sha tibbiyot yo'nalishi bo'yicha fanlarga chuqur berilgan bilim sababli bo'ldi. Maktablarda hamma fanga o'sha 45 minut vaqt beriladigan bo'lsa, bu litseyda esa 80 minut berilishi menga qo'l keldi. Bu o'sha tibbiyot yo'nalishi bo'yicha chuqur bilimlar olishga albatta yordam beradi. Bu litseyga hamma topshirishni tavsiya qilaman. Vohidjon, boshlanishida siz uchun eng qiyin fan qaysi edi va bu qiyinchilikni siz qanday yengdingiz? Xo'sh, 2023-yili o'sha tibbiyot yo'nalishi bo'yicha medinskga kiraman deb harakat qildim va o'sha kimyo va biologiya fanlari bo'yicha kurslarni olishni boshladim. 2023-yil sentyabrdan boshlab bu kurslarni boshlagan bo'lsam, to'g'rirog'i eng qiyin fan men uchun kimyo bo'lgandi boshida, chunki kimyo haqida ma'lumotim uncha yo'q edi. Aslida biologiya haqida bor edi, lekin kimyo haqida uncha yo'q edi. Shuning uchun harakat qildim. Asosan shu uydagi muhit bo'ldi to'g'rirog'i. Asosan shu ota-onamga rahmat aytib qolaman, chunki otam bilan ham, onam bilan ham aytganlarki, shu qiyin bo'lsa, qiyin yo'lda raqobat kam bo'ladi. Doim o'sha olg'a bor deylar. Ana shu fanlarga tayyorlanish davrida kunlik qanday vaqt ajratgansiz va qancha vaqtingizni sarflagansiz bir kunda o'qish uchun? Kurslarni olishni boshlaganimda asosan shu har doimgiday 2 soat, 3 soat kurslarga qatnardim. Oxiri sertifikat vaqti yaqinlashgan sayin oxirgi 4 oy, 3 oyda esa maksimalni shu ertalabdan to o'sha kechqurunga, tunga qadar o'qishni davom ettirdik. Keyin oxirgi 20 kun qolganda esa shu 3 soat, 4 soat o'sha uxlab turib, qolgan vaqt o'qigansiz. Endi hamma vaqt emas. Dam olib, ko'p vaqtimizni o'qishga sarflagandik o'sha payt. Nasib etsa alhamdulillah endi natijasini ko'rdik. Charchagan, tushkunlikka tushgan, bo'ldi, endi o'qimayman, sertifikat kerak emas menga degan vaqtlar ham bo'lganmi? Bu vaqtda to'g'ri aytsam bo'lgan, chunki shu yilning o'sha yanvarida birinchi marta o'sha kimyo fanidan milliy sertifikat topshirgan paytim B+, ya'ni 96,5% chiqqandi. Ozgina xafa bo'lganday bo'ldim, chunki birinchi martasiga ololmaslik endi balki yaxshi natijadir. Keyin ikkinchi marta esa martda topshirganimda uni ham B+ 99,5% chiqqandi. Ana o'shanda ozgina tushkunlikka tushib, men topshirmayman deganim bo'lgan, lekin
bir tomon o'sha ustozim aytganlar, nasib bo'lsa tayyorlanibsan, mayda aniq olib chiqasan dedilar. Shuning uchun shijoatni so'ndirmay yana tayyorlandik, apellyatsiya pullar kiritgandik. Vohijon, charchagan, tushkunlikka tushgan vaqtlaringizni eshitdik. Lekin o'qish bilan birgalikda o'zingizni dam olish uchun ham vaqt ajratganmisiz? Albatta, ajratganmiz bunga ham. Bunga litseyimiz katta yordam bergan. Asosan shu hozirgi yilda esa o'sha jaholatga qarshi ma'rifat, yana har xil shunga o'xshash tadbirlar, mana yaqinda Yangi yil karnavali ham bo'ldi. Mana shular mana uchun dam olish. Sertifikat natijasi chiqqan kundagi his-tuyg'ularingizni ta'riflab bera olasizmi? Aslida ularni ta'riflashga til ojiz. Chunki aynan o'sha birinchi biologiya va kimyo fanlaridan milliy sertifikat olgan paytim emotsiyani to'g'riroq boshqara olmaganman. Chunki nimaga? Chunki o'sha medinstitutga kirishga yana bir qadam qo'yilgandi. O'sha uchun emotsiyalar boshqarib bo'lmagan. Undan keyingi nimalarga to'g'ri emotsiya kamroqdir, lekin baribir ularni ta'riflashga til ojiz. Shu sertifikat olganingizdan keyin uydagilarga aytib, kibrlanib ketmaganmisiz? To'g'ri, oddiygina tushuntirganman. Xursand bo'lishganmi uydagilar? Hamma xursand bo'lgan, hamma tabriklashgan. Va bundan men yana o'sha rag'batlantirish, motivatsiya olganman to'g'ri. Yana boshqa fanlardan ham milliy sertifikat olishga harakat qildim, o'sha shijoatni so'ndirmay. Natijasiga erishdik. Vohijon, ana hozir tayyorlanayotgan o'quvchilarimiz borda sertifikat olish uchun. Ularda masalan o'ziga ishonchi past o'quvchilarga yoki mayli ishonchi baland bo'lsa-yu bir shubha tug'diradigan, ololmasamchi, bo'ldi, qilmasamchi deydigan o'quvchilarga qanaqa maslahat berardingiz? Ularga bitta maslahatim o'zlariga ishonishini aytardim. Keyin ularning ota-onalariga maslahat bor. Aslida o'zi bu meni ishim emas, to'g'ri, ota-onalarga maslahat berish, lekin aytardimki, o'zlarining farzandlarini boshqa farzandlar bilan solishtirish mutlaqo noto'g'ri. Chunki dunyoda masalan qancha bola bo'lsa, aynan o'shancha xil iste'dod bor, shuncha talant borda. Shuning uchun buni solishtirish noto'g'ri aslida. O'quvchini o'ziga nima maslahat berasiz? O'ziga ishonchi pastroq, ola olmasam kerak, qila olmasamchi, past olsamchi deydigan o'quvchilarga nima deysiz? Ular baribir o'sha o'ziga ishonib, yana o'sha tanlagan yo'lida faqat olg'a borishni aytardim. Bitta o'zi qilib bo'lsam, gap bo'sh imkoniyat eshigini ko'rdingki, tez fikr deylar-ku. Xuddi o'shanaqa bo'lsa, imkoniyat ko'rdingki, o'shani qilib ko'rish kerak. Bitta narsa masalan, o'sha o'xshasa yaxshi, baxtli bo'lib, yana xursand bo'lib yuradi. Agar o'xshamasa, tajribaliroq bo'ladi, yana boshqa ishlar qilib ko'rishga urinadi o'quvchi. Sizningcha muvaffaqiyatga erishish uchun 3 ta muhim fakt nimada? Aynan birinchisi oila muhiti deb o'ylayman. Chunki o'sha uydagilari agar qo'llab-quvvatlanmasa, asosan bolani vaqt o'tadigan muhitda qo'llab-quvvatlanmasa, rag'batlantirilmasa, bola ruhan sinadi. O'sha uchun birinchi navbatda oila deb o'ylayman. Ikkinchi navbatda o'sha kurs boradigan muhit, ya'ni ustozi tomonidan beriladigan bilim, rag'batlantirishlar, shu ikkinchisi shunaqa deb o'ylayman. Uchinchisi esa aynan shu ikkisin tanlash kerakmi? Bunaqa muvaffaqiyatga erishish uchun. 3 ta narsa. Uchinchisi o'ziga bog'liq. Uchinchisi tartib intizom demoqchi edim. Shu. To'g'ri. O'ziga bog'liq. O'zi o'qimasa. Udalt qilmang, shunaylikcha qo'ying. Uchinchi narsa esa bu o'sha bolani bitta ish boshladimi oxirigacha borishi, ya'ni tartib intizomni, to'g'ri disiplina deylar, o'shani ushlab harakat qilishiga bog'liq. Vohijon, kelajakdagi rejalaringiz qanday va u sizga qanday eshiklarni ochadi? Mana shu 5 ta sertifikat, 5 ta fandan eng a'lo natija sizga qanday eshiklarni ochadi? Bu 5 ta sertifikat menga o'sha o'zim tanlagan yo'nalishim bo'yicha medinstitutga grant bilan kirish imkonini beradi. O'zimning rejam bo'yicha keyingi yil Toshkent tibbiyot universitetida o'qishga niyat qilganman. Undan keyin rejalar esa o'sha chet elga malaka oshirib, aynan bilimimizni oshirib, o'sha yerda bilim o'rganib, hamma texnika yoki o'shanaqa tibbiyot yo'nalishi bo'yicha qanday yangiliklar bor, hammasini O'zbekistonga olib kirish rejalarimiz shunaqa. Hurmatli podkast tinglovchilarimiz, podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi.
Vohidjonga o'xshaydigan o'quvchilarni qatori kengayishini, shunaqa salohiyatli, o'z bilimiga ishonchi baland, 5 ta sertifikat sohibi bo'ladigan o'quvchilarimiz litseyda yana turna-qator bo'lishini tilab qolamiz va barchangizni kelayotgan yangi yil bayrami bilan muborakbod etamiz. Vohidjon, so'nggi so'zlaringiz? Bu natija aslida meniki emas. Bunga yordam bu yerda ko'plab aziz insonlarning xizmatlari, himmatlari tekkan, to'g'ri. Birinchi navbatda ota-onamga, ayniqsa otamlarga rahmat aytib qolaman. Chunki uydagilar, ota-onam ayniqsa meni moddiy ham ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlaganlar. Undan keyin esa o'sha litseyimiz imkoniyat yaratib bergani uchun rahmat aytib qolaman, xususan litseyimiz direktori Ra'no Ahadovnaga va o'zimni guruh nazoratchim Imova Dilfuza Qoyilovnaga rahmat aytib qolaman va bu shu litseydagi menga yordam bergan hamma fan ustozlariga rahmat aytib qolaman va oliy o'quv yurtlariga kirishni niyat qilgan tengdoshlarimga hammasiga omad tilab qolaman. Yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayrami barchalaringizga muborak bo'lsin.